raqsini talaba qizlar tomonidan tayyorlangan kimyoviy raqsga beramiz. Marhamat. Şayet paydo bo'lsa yangi kvant teoriyalar, Kurchat, Lomonosov kabi siymolar. Kimyoviy bilimlarni mustahkamlash maqsadida o'quvchi yigitlar tomonidan tayyorlangan kimyoviy o'yinlarga, ya'ni savol-javoblarga beramiz. Buni sharti, hozir o'ylaymizlar, agar kim qoraga tushsa boshiga qaytadi. Hop, sariqqa tushgan odam savollardan biriga javob topadi, qizilga tushgan odam mana yana sariqqa qaytadi. Birinchi azdan boshlaymiz. Kim birinchi yetib borsa, ava. 3. 1, 2, 3. Shuna. Abdujali. 5. Abdujali o'tgan so'rab oldik. Ha, safchi safchi. 1, 2, 3, 4, 5. Abdujali belib tortasiz. Kalit vermangana topgan operosit kalit gidroksitdan nima chiqadi? Savol o'qimadingiz, savol chiqarib olacağım. Mana shu reaksiyaning chap tomondagi kalsiylar yig'indisini hisoblang. Molekulyar reaksiya turini tushuntirib bering va misol keltiring.
bitta qizaloq bo'larkan. Eng baland tovuqda bo'larmidi? 6. Besh bilan o'tib ketdi. 5 tushdi. Bitta savol tushmaslikda. Endi keyingi o'yin reaksiya turlari, bunga xohlovchilar chiqadi. Biz savol o'qiymiz, ular javob berib joylashtirishlari kerak. Kichkina chiqsa, bir kishi aytasiz. yonidan Qaysi oksiga karbon rangi deb qo'shib, qaysi karbon birga aralashtirgan. aralashtirilgan. Men savol o'qib beraman. Kaliy permanganat parchalanganda, kaliy manganat marganiz to'g'ri oksidan chiqishlaysiz. Hosil bo'ldi deyish kerak. Fosforga kislorod qo'shib, fosfor 5 oksid hosil qilishlaysiz. Kaliy permanganat parchalanganda, kaliy manganat manganiz to'g'ri kislorod chiqishlaysiz. Hosil bo'ldi deyish kerak. Fosforga kislorod qo'shib, fosfor 5 oksid hosil qilishlaysiz. Magniy oksidga sulfat kislorod qo'shib, magniy sulfat suv hosil qilishlaysiz. Kalsiy gidroksiddan kalsiy oksid suv hosil qilishlaysiz. Kumush nitratga mis qo'shib, kumush nitrit o'rnashlaysiz. Mis nitrit kumush kalsiy karbonatga vodorod xlorid qo'shib, kaliy xlorid suv karbon tangid hosil qilishlaysiz. Temirga sulfat kislota qo'shib, temir sulfat temirga mis sulfat qo'shib, temir sulfat mis hosil qilishlaysiz. Bu almashishmas, o'rnash. Mis 2 oksidga vodorod xlorid qo'shib, mis 2 xlorid suv hosil qilishlaysiz. Magniyga kislorod qo'shib, magniy oksid hosil qilishlaysiz. Ammoniy nitratdan nitrat suv hosil qilishlaysiz. Kimyoviy bilimlarni ishlab bajariladi. Zorasi olgan bo'lsak, xatlarga 3 kun, zoraki uyg'onsa xatlarda uyg'un kimyoni chin tildan o'rganmoq uchun. Chin dildan etamiz sizlarga ta'zim. Azizlar, shu bilan topdi nihoya kimyoga atalgan tantana razm. Yuksalishning poydevori izlanishdir shiori ostida o'tkazilgan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Biz bu shior ostida nima demoqchimiz? Doimo o'qing, izlaning va yuksaling. Yuksalishning poydevori izlanishdir. Shiori ostidagi tadbir 102 guruh talabalari talqinida bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.